Payg'ambarimiz aytgan, irqchilik qilgan inson bizdan emas deb. Iltimos, millat ajratmanglar. O'zbek millati hamma joyda bor. Tojikistonda bor, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Turkmenistonda, Ozarbayjonda, Turkiyada ham, Afg'onistonda ham, Qoraqalpoqda ham, Turkistonda ham, hamma joyda o'zbeklar bor. Bitta ikkita insonlar kirib negatif video chiqaryapti, negatif gaplar yozyapti. Iltimos, millat ajratmanglar. Millatni yomoni bo'lmaydi, odamni yomoni bo'ladi. Bir-biriga millatlarni qarshi qo'yib, bir-biriga millatlarni protiv qilib hech narsaga erishmaysizlar jigarlarim. Bir bo'lish kerak. Bir 100 yil oldinga bir nazar solib ko'rsalaring, bu millatlar bir bo'lgan. Keyinchalik bitta ikkita mana shunaqa negativ insonlar chiqib, orasi sahal ochilib qolgan xolos. Xudo xolasa mana yana qayta birlashtiryapmiz. Inshaalloh bundan beriga zo'r bo'ladi degan umiddaman. Hech qachon provokatsiya narsalarga ishonmanglar jigarlarim. Kimki mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, videoga podpiska, like, kommentariy, repost bosib qo'ysin va kommentariyada birlashamiz inshaalloh deb yozib qo'ysin jigarlarim. Hech qachon bitta ikkita insonni deb bir-birlaringni so'kib, bir-birlaringni haqorat qilib, bir-birlaringni millatlaringdan so'kib, unaqa ish qilmanglar jigarlarim. Jonlaring sog' bo'lsin, addush hurmatdasizlar.